Agarda sizlar ko'chada bo'lsanglar, mana shu atroflaring bardak bo'lsa yoki bo'lmasam uyda bo'lsanglar, uylaring bardak bo'lsa, sizlarga bitta yo'li. Mana shu video formatidan biz kinoeffekt formatiga o'tkazamiz. Jelatinni 2x ga olamiz, ayniqsa ekspertning videolarida va mana bu F belgisini, mana F belgisini mana shu kolичествосini pasaytirib qo'yamiz. Va oqibatda bizda orqa fonimiz mana ko'rib turibsizlar, harakatlar bo'lyapti. Shuvalib qoladi va bemalol modelimizni syomka qilsak bo'ladi. Mana betini tiniq qilib chiqarib beradi. Agar telefonlaring qimirlasa, fiksatsiya qochishi mumkin. Mana, lekin qimirlamasdan syomka qilsalaring bo'ladi va shuningdek sekin upload videolarni olsanglar bo'ladi. Endi esa hozir bitta upload video olib boramiz. Mana ko'rib turganlaringdek orqa fonimiz ideal darajada chiqyapti.